harakat qilsangiz, siz 3 oy ichida o'zgara olasiz. Faqat buning uchun harakat qilishingiz kerak. Qanaqa qilib deysizlar qizlar? Men shaxsan o'zim kompaniyaga 11-24-katalog sezonda kirib kelganman. Ya'ni 2024-yil 11-katalogda kirib kelganman. Lekin nima deydi? Men 3% ga chiqdim, 6% ga chiqdim. 6% da 1 yil deyarli 1 yildan oshiqroq muddat yurdim. Chunki men davlat ishida ishlardim, bog'chada ishlardim. Bog'chaga bo'shamasdim. Bog'cha men uchun kerak edi. O'sha payt ochiqni aytaman, zarur edi. O'sha bog'chada davlat ishida stabilniy oylikda 1,200,000 so'm oylik edi. O'sha paytda oyligim 1,200,000 stabilniy oylikda ishlashga men kerak edi. O'sha vaziyatda men uchun u narsa kerak edi. Kelajakda keyin men bog'chadan ketdim. Bu примерно iyul oyida. Hozir oktyabr oyi bo'ladigan bo'lsa, men 3 oy ichida 6% dan уже alhamdulillah 12% ga chiqdim. 12% ga chiqdim. Fabrikga ko'proq vaqtimni ajratdim, jamoam bilan ko'proq shug'ullanyapman, qizlar bilan ko'proq shug'ullanyapmiz va yangi bilimlarni olyapmiz. 12% ga chiqdik. Bu katalog inshaalloh 19%, yil oxirigacha 23%, ya'ni direktorlik zvanyasiga harakat qilaman. Ya'ni qizlar, agarda hozir sizlar qaroringlarni jiddiy qiladigan bo'lsanglar, mustahkamlaydigan bo'lsanglar, sekin sizlarda rezultat ko'payishi boshlaydi. Buning uchun bugunoq harakatni boshlaymiz. Nima deydi? Maqsadni aniq qo'yamiz, rejani aniq qo'yamiz. Agarda menga qat'iyat bilan men direktorlikka 4 oy ichida chiqaman degan qizlar bo'lsa, marhamat, ular bilan individualni ishlaymiz qizlar. Menga yozinglar, shaxsan o'zimga yozinglar, individualni ishlayman sizlar bilan. Meni jamoamdagi barcha qizlar bilan individualni ishlashga tayyorman. Faqat men nimaga har bittalar lichkanglar bilan individualni ishlamayman? Bir xil qizlar bor. Menda o'xsharmikan, o'zi bo'larmikan? Naqade bo'lmayapti-de, qilolmayapman-de, bo'lmadi-de, kecha anonga aytdim, yoqmadi-de. Men bunaqa qizlar bilan xafa bo'lmanglar qizlar. To'g'ri, nima deydi, sizlarda hozir qo'rquv bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin, lekin shu sizlar o'tgan yo'ldan men ham o'tganman. Bir paytlar men xuddi shu sizlar bosib o'tgan joylardan o'tganman va bu yo'llardan o'tishinglar uchun men yordam beraman. Shaxsan o'zim yoningizda turib yordam beraman. Faqat menga yozinglar. Men siz bilan katta natijalarga chiqmoqchiman degan qizlar yozinglar, sizlar bilan individualni shaxsan sizlar uchun rejalar tuzib, meni aytganimni qiladigan bo'lsangiz, sizlar bilan katta natijalarga chiqamiz. Bor yo'q 3 oy ichida.